Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana barchamizga ma'lumki, keyingi yillarda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan ta'limga juda ham katta e'tibor qaratildi. Shu jumladan maktabgacha ta'lim sohasida tubdan takomillashtirildi. Bugungi kunda 81-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida o'z faoliyatimni olib boryapman. Bizni ta'lim tashkilotimizda ham samarali ta'limni yo'lga qo'yilgan. Tarbiyachilar tomonidan takomillashtirilgan ilk qadam o'quv dasturi asosida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanib 5 ta markaz asosida mashg'ulotlarni olib borilmoqda. Tashkilotimizda 3-7 yoshli bolalarni qamrab olish 100% dan ortiq. Bu albatta mana shu pedagog xodimlarimizni samarali mehnatlari yotadi. Bizni asosiy maqsadimiz kelajak poydevori bo'lgan bolajonlarimizni yetuk, ma'nan boy va barkamol avlod qilib tarbiyalashdan iboratdir. Hozirgi vaqtda oliy ta'lim bilan hamkorlikda bizni ta'lim tashkilotimiz maktabgacha ta'lim kafedrasi professor o'qituvchilari bilan birgalikda hamkorlikni olib borilmoqda. Bu albatta bizni ta'lim tashkilotimizda samarali ta'limni yo'lga qo'yishdan iborat va bu albatta ijobiy samarasini berishiga ishonaman. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda mana shu tarbiyalanuvchilarimizga hozirgi zamonaviy davr talabiga mos mashg'ulotlarni, faoliyatlarni olib borayotgan pedagog xodimlarimiz Zamira Suratovna, Galina Muhammedovna, Istadoy Shamsiddinova, Nasiba Nazarova, Ferangiz Sodiqova hamda Muqaddas G'afurovalarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.